Bu uyingiz-a? Mana masjidlar tushib, mana shu 1 yildan beri shunaqa bo'lib qoldi-da. Mashina kelib dirillatdi-yu, aslida masjidlar yorildi-da. Mana shu burchakda anaqa nima deydi? Neft bor ekan. Tashqaridan belgi qo'yib, mana shu nima qilganda, mashlar yorilib ketdi-da. Nima kavlamadi? Dirillatda hollar keldi-da. Qayerdan kelishdi? So'radim. Bilmayman. Asha yo'q. Asha aylanib yurishib neftni quvlab, u yoqqa ovorishar ekanda ular. Bilam u yoqqa kelibdi, bu yoqqa yurgizdirmadim men. Uyim yiqilib ketadi deb. Yo'q, shikoyat qilmadim. Bunga ham ancha bo'ldi-da. Bunga ham 50 yil bo'ldi-da uyga. Tur ol. Bu ham yotib qolyapti. Qo'li singanmi buni? Oyog'i anaqa nima qopqonga tushib qolgan ekan. Nevaram baqib olganda buni. Qayerdan olgansizlar? Bilmam, o'zi kelib qolganda nevaram qarab non tashlab berib kichkina edi. 3 yashar edi. Masjid qolib ketdi-da. Qorovul. Yura olmaydimi? Yuradi. Yuradi. Yemadi-ya nonni. Ha, qoni to'q ekan. Nechta nevarangiz bor? 3 ta. Katta qizingiz borlari. Kichkinangizdan yo'q-a? Yo'q. U bo'lganda hozir 4 yashar, 5 yashar bo'lardi, bolasi bo'lganda. Hozir ular ekizalari 2 ham yashar bo'ldi-da. Kattasi maktabga kirdi. Uni ham buvamdan keyin berdim-da. Anaqa ishlarida, boshqa qilardi. 28da berdim. 28 ga kirganda berdim. Mana uni erta berganman kichkina. Agar hozir bolasi bo'lganda 5 yashar bo'lardi. Endi unaqa undan keyin qanday yashamoqchisiz? Nimalarni reja qilyapsiz? Endi hayotda endi buni turmushga chiqarsam, Xudo xolasa, endi o'zim yashayman-da. Qanday yashamoqchisiz endi? Endi nima desam? Orzularingiz bor. Endi mana uylarda yaxshi qilib, chiroyli qilib o'tirish niyatim. Pensiyangiz qancha? 830 ming. Yeringiz katta ekan-a? 14 sotdik. Onangizdan, ota-onangizdan qolganmi? Qancha to'laysiz yiliga? Yiliga 700 to'layman. Hozir sizga kelibdi lekin-a, qarzdorlik. Hozir 700 to'ladim. Endi o'tgan yildan ham kicha qolganmi? Endi hali yer solig'i, mulk solig'i o'tdi-yu. Ashlar bilan nima bo'pti-da? 700 to'laganman. Endi hozir yana 700 to'laganimni olsam, endi qog'ozlar o'tmagan shekilli-da. Ozroq bo'ladi. Voy, hozir to'xtatdi. Barmog'ingizga nima bo'lgan qo'lingizga? Ashi yiqilganda narsa bo'lganda. Qachon yiqilgansiz? Yiqilgan ashi katta qizim bor edi unda. Qayerda yiqildingiz? Ostonada yiqilganman. Nima qilishgan keyin qo'lingizni? Qo'limni tikkan. Singanmi yo nima bo'lgan? Mayda operatsiya bo'lganman Andijonda. Operatsiya qilishgan. Mana qo'lim nimasi maydalanib ketib, men nima qilibman-da, anaqa siniqchiga boribman. Doktorga bormadingiz? Doktorga bormay, keyin doktorga borsam, qorason bo'lib qolibdi deb, mana shu yerdan olib tashlagan. Mana suvagini olib tashlagan. Bu qo'lingiz ishlaydimi hozir? Harakat qildira olasizmi? Endi mana shunday harakatda shu. Boshqa Mana qo'lingizda ham ishlaysiz? Yo'q, Mana unisi uncha ishlamaydi-da. Ushlaveramanu, keyin qo'lim og'riydi-da, anaqasi. Ishib ketadi. Endi bitta anaqa arrab olsam bo'lakan deyapman 200 mingga. Chiqyapti-yu anaqada. Ashundan olsam o'zim arraveraman deyapman. Ashunday.